Mashinani juda ko'pchilik ko'rganda sirazi tog'larga, cho'llarga minadigan mashina deb o'yladi. Lekin buni siz komfortini bitta ko'rib, hadoyi yumshoqligini maza qilib minsangiz, shahar ichida ham eng zo'r mashinalardan bittasi bo'ladi. Nimaga shahar ichiga deganimni, oldi mordasidan ham bilasiz bo'ladi. Neobishniy morda qilgan, sirazi bittada ko'zga tashlanadi. Undan tashqari, mashinamiz benzinda harakatlanadi hamda bunga bemalol propan uстановка qilsangiz ham bo'ladi. Ikki turbina, rasxodi ham 12 ta, 13 ta. Gentradan ancha oz. Ichki saloni ham o'zini narxida bo'lib turib, bundan yuqori sinf egalari bilan bemalol solishaveradi, chunki multimedia rul, kattagina monitor, neobishniy qilib ishlab tashlagan, Hammerlarga o'xshab, avtomat korobka. Aytganimdek, shahar ichida hadoylar o'ta yumshoq, avtomat korobkada umuman qiynalmaysiz. Bundan tashqari mana bu rejimlari sport, eko, normal. Hamda tog' hududlariga ham minsiz bo'ladi. To'r hashi, to'rali balon tortadi, to'r eli o'sha panejniy, ya'ni qumli tog'li hududlarda bir xil skorost topishga to'radi. Bundan tashqari orqasini ham juda chiroyli qilib ishlagan. Bu yerda siz xohlasangiz 1 tonna 100 gursa padanga ega yukni bemalol toshishingiz bo'ladi. Bundan tashqari ko'proq yuklasangiz ham bo'laveradi. Bu mashinamizni ko'rib chiqdi. Endi bu mashinamizni nimasi qiziqsa, albatta narxi. Hozirgi kunda bu mashinamizni 419 millionga bemalol xarid qilsa ham bo'ladi, ya'ni dollarda 35 ming atrofida. Bemalol shunaqa mashinalarga solishtirib, netib kelib tezroq qilib ko'rsalar ham bo'ladi. Albatta, buning uchun pastdagi nomerlarga aloqa qilishinglar, mashinamiz narxida tayyor.